Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram muxlislar, mana alhamdulillah hozir bir mana ko'rgazmada o'tiribmiz. Butun Saudiyadan, Makkadan, Madinadan shu barcha hamkorlarimiz kelganlar. Mana bizni umra bo'yicha, umra masalasida birinchi ustozimiz Oyatullo akamiz mana birinchi marta umra bo'yicha o'zimiz bitta firmada borganmiz umraga. O'sha borganimizda shu akamiz bilan Batul Ajiyat mehmonxonasida ko'rishib, maslahatlar so'rab, o'zi niyatimiz bor edi, o'zimiz firma ochib, chunki o'zimiz xizmat qilib, xizmatlarimiz o'zimiz chiroyli qilaylik deb shu masalada ko'p maslahat so'rab, birinchi shu so'xda ustozimiz Abdulvohid aka keling domlamiz mana birinchi so'xda mana shu odam maslahat berib bizga nasihat qilib shu yo'lni ko'rsatgan. Mana Makkada mana shu ustozimiz bo'ladilar. Makkada bizga yo'llarni ko'rsatib, birinchi, ikkinchi bir nechta guruhimizni o'zlari qabul qilib, avtobuslarni tashkil qilib bergan ustozimiz bo'ladilar. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Mana bugun sizni O'zbekistonda ko'rganimizdan xursandmiz. Alloh baraka bersin. Mana alhamdulillah haligacha mana bizga o'zlarini mehmonxonalari bilan barcha xizmatlari bilan xizmat qilib kelyaptilar. Ustoz O'zbekistonga xush kelibsiz. Mana bugun mana bu yil shuncha qarayapmiz, hamma xursand, hamma bir shartnomalar tuzib, mehmonxonalar, vizalar, avtobuslar, barcha shirkatlar kelgan. Biz endi siz bilan nima takliflar beramiz bu yilgi hojilar uchun inshaalloh. Inshaalloh avvalambor bismillahir-rohmanir-rohim. Eng asosiysi maqsadlarimiz Allohning mehmonlariga xizmat qilishlik. Qo'limizdan kelganicha niyatimiz xolis ekan, Allohim bardavom qilib turibdi. Allohga shukr. Hojilarni, Allohning mehmonlarini qanchalik darajada xizmat qila olsak, ya'ni hammasi bu nima deydi? Allohning bizga bergan kuch-quvvati, bizga bergan imkoniyatlar hammasi bu Allohniki. Faqatgina bizning maqsadimiz shu xolislik bilan xizmat qilishlik. Endi imkoniyatlarimizga keladigan bo'lsak, imkoniyatlarimizni o'zingiz bilgandek, Makkada, Arabistonda, Madinada imkoniyatlarimiz juda ham keng. Allohga shukr, mana o'zimiz mehmonxonalarimizdan endi raisiy mehmonxonamiz o'sha Ro'zgardan. O'sha mehmonxonada o'tiramiz va undan boshqa, ya'ni talablaringizga ko'ra hamma imkonlar, mehmonxonami, avtobusmi, nima xizmat bo'lsa Arabistonda. Ya'ni sharoitlarimiz eng a'lo darajada inshaalloh va bardavommiz degan bir umidamiz, Xudo xolisa niyatamiz. Inshaalloh. Mana muhimi muhtaram muxlislar, bizni mana Rozgarde mehmonxonasida Hadiqatur Ro'zam deydi Saudiya nimaga, o'sha arabchasiga. Endi bizda Rozgarde endi mashhur bo'lgan butun toshkentliklar, andijonliklar, hamma butun O'zbekiston taniydi bu mehmonxonani. Va bu mehmonxonada yana eng deylik hojilarga yoqadigan joyi barcha povrlarimiz, barcha ovqatlarimiz xuddi o'sha o'zimizning uydagidek o'zbek ovqatlari. Manti deysizmi, chuchvara deysizmi, mastava deysizmi, sho'rva deysizmi, osh deysizmi, somsa deysizmi, nima o'sha zakazingizga qarab pishirib beraveradilar inshaalloh. Ana u nima deydi, bir Hadiqatur Ro'z bu bir keng mehmonxonada, bu qo'llari ham keng, nechta yeysiz, nechta kosa yeysiz, qancha yeysiz, bu nimalari yo'q. Xudo xolasa Alloh taolo shu kengchiligimizni ziyoda qilib, shu bu yilgi mavsumni birga ishlab, baraka topib hojilarni xursand qilishlikni Alloh taolo barchamizga nasib aylasin. Domla bitta siz duo qilib qo'ying inshaalloh. Inshaalloh baraka bersin. Alloh xayrli ishda turib saodatga xayrli ishda davom qilgan. Amin. Qiyomatgacha Alloh taolo shu yaxshi ishlarni davom qilgan. Shu ishda o'zimizni hissamizni olishlikka, nasibamizni olishlikka bizga din oldida sharafli bo'lishga Alloh tavfiq bersin. Amin. Sallallohu alayhi Muhammadin bi rahmatika. Allohu akbar. Rahmat.